Assalomu alaykum, Aliya Sultan 322 taom salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan taomning ismi sovuq osh. Bu sovuq oshga ketadigan materiallar oldi bilan xemirni yug'irish uchun ketadigan materiallar muvofiq miqdorda un. Ya'ni bu piyolada 3 piyola un. Pek dövəmiz 3 piyola un. Anadagi muvofiq miqdorda tuz, bir tal tuxum, zarchiva. Ya'ni bu zarchivini amal suvga to'kib rangini chiqarish orqali sog'ich rangli xemir yug'irish uchun ishlatamiz buni. Odatda 86'larda bor. Bizim şu soğuk aşlarımız yani şu seyri kaçıran pizzanın rengini özgertiş için işletilen bir xil doğru dermek türü. Onunki korumuz için getirilen materiallar muvaffak miqdorda göç, gol piyaz, zencevil, samsak, kerepçe yani çınsaya, kızıl kükmüç. Bizek için terhamek, yumğaq süt, şoxla degan o'xshash narsalar ketadi. Yani muvaffak miqdorda doğru dermek açıq suvim ketadi. Bunu yanına o'tkazgan tanishtirsak bo'ldi. Oldi bilan xemirni yug'irib olamiz. Birinchi qadamda shu unimizga muvaffak miqdorda tuz selish orqali xemir yug'irib olamiz. Yani bir tal tuxumni chaqamiz bunga. Tuz saldık, tuxum saldık. Xemirning ching bo'shlig'i normal holatdagi lag'manning xemirdek bo'lsa bo'ldi, xonim qizlar. Normalroq lag'manning xemirdek bo'lsa bo'ldi. Bek bo'sh bo'lib qolmasin, bek ching bo'lib ketmasin. Muvofiq miqdorda buni pilti qilib, lag'manga o'xshasha pilti qilib tindagandan keyin, anandan keyin bu xemirimizni inchik so'zib, lag'manni pishirib olganga o'xshash pishirib olamiz. Hanım kızlar xemirimizni yug'irib pilti qilib oldik. Pilti qilib bo'lgan altimizni shu bo'lsa, bundan inchikroq pilti qilsanglar, tezroq tinishiga yordam bo'ldi. Endi qiladigan bosqichimiz mal kerepshini, ya'ni chinsayni qaynoq suvga besib, buni bir 2-3 minut suvda qaynatib, ozroq tuz selib, qaynatib suzib ilib olamiz. Sovuq suv chayqab, buni sovuq holatda iste'mol qilamiz. Buni ayirib qo'yaylik. Anadan keyin go'shtimizni kavop tamli qilib qo'raymiz. Buni yalpaq shikol kanglikda to'g'ralasak bo'ladi. Ondan başqa go'shtimizni ayrim qo'raymiz. Go'shtimizni qo'rgan vaqtda cho'qim suvi qechib qo'rilg'ichilik tuz, zirqarmuch, uvoqlazi bilan kavop tamli qilib ayrim qo'rib ilib olamiz. Anadan keyin g'o'l piyoz, sinjan, ya'ni zenceviller, samsak, lazım shu narsalarni ayrim bir qo'rim qilib, buni ayrim qo'raymiz. Bugungi tamoqni sal bosqichi murakkabroq, ammo tamlik bo'lganligi uchun bu bosqichlarni cho'qim to'liq ado qilmasak bo'lmaydi. Anadan keyin tarxamak mana narsalarni bezak uchun ishlatamiz. Oldi bilan go'shtimizni to'g'ralasak bo'ldi. Hanım kızlar, mavi qaynoq suvda mavi nimini kerepşini azroq tuz selib qaynatyapmiz. 1-2 minut qaynagandan keyin buni suzib ilib olsak bo'ldi. Mavi qozonda bo'lsa, hozir shu go'shtni kavop tamli qilib qo'rib olamiz. Go'shtga tuz, zirqarmuch, uvoqlar selib pishib qo'rib ilib olsak bo'ldi. Go'shtni pishib qo'raymiz, xonimlar. Sürekli güçlü korup, andın doğru vermekten silip ilip alsak buldu. Hanım kızlar, bayağı göçünü kavaplarını kılıp korup olduk. Hem de ikinci kıl korumuz öttük. May kızdığından keyin piyazı salırız. Bismillahirrahmanirrahim. Piyazlar korunup tağargandan keyin andın zencilini salsak buldu. Zencilini silip, anadaki samsakını silip, şoxunu silip, şu rəttərbi bu salımız, doğru verməklərdən tuz, kaval için salımıza azraq yetim çok yürəsək oldu, yani can yok. Yani zencirini saldık. Yüzlük kurağı çıkartı da. Samsak. Çoxodan keyin endi azroq laza, kanalga lazım azroq saytimiz. Anadan keyin tuz, kaval için Kesin su. Can yu yani. Endi köyükmüş kızılmışını bir siliplerine bir arlaştırıpla açak buldu. Bek doğru etmeyiniz bunu.
bo'ldi, ha? Ha, xonim qizlar, mana shu piyolani uchinchiga suv quydim, ha? Sal qaynab chiqqandan keyin laq tuzini tekkizib to'xtatsak bo'ldi. Vah, alamet isli bir tem bo'pti bu. Ha, xonim qizlar, bu piltimizni tinib tayyor bo'pti. Odatda inchik yashilar men so'zgandek so'zsaqim bo'ldi. Mana o'xshashni bizga yapaloq shaklda so'zib tassaqim bo'ldi. Bu xemirimiz shunchalik yaxshi ting'ashqa. Buni men necha qitim yondirdim, mana ikkinchi qitim yondirishim. Shunday yondirib bo'lgandan keyin buni shu qozonga suvni quyib, lag'man sag'an o'xshash pishirib elib, muzdek suvda chayqab olamiz. Ama yapaloq shaklda bunday besib sag'an boshqacha yeyishlik bo'ldi, oshqozon sig'ishlik bo'lg'achqa, shu xil usulni tanladim bo'lsa, oilada bir sinab ko'rishinglarni umid qilaman, xonimlar. Ha, xonim qizlar, mana sovuq ishimizni mana suvda undan pishirib, elib, sovuq muzdek suvda chayqab, anaki yarim qo'shib kelgidek tushtirgan suv may bilan maylavatdik. Shu mana yuzi qarsanglar shunda paqiraq. Endi buni bezash bosqichiga keldik. Boyaman deyilmay qolgan xurishlardan mana u yer yanqi mig'izi, ya'ni xasal mig'izini ushaq ezib bunda tayyorlab oldim. Undan boshqa buniki tetitqulardan yana tetim suv jonyo, ochiq suv, lazi qiyami. Shu narsalar ketadi. Andan keyin mana samsaqqa mayni chuchitib quyib, bunday samsaq qiyam qilib olamiz. Bu narsalar ketadi. Endi buningda birinchi bosqichda qo'rib tayyorlab olgan kavopimizni shu o'tirib qo'yamiz. Bu bezash bosqichi. Andan keyin mana boy qo'rib olgan qo'ribimiz. Buni o'zinglarning yaxshi ko'rishi bo'yicha qanday shaklda tizsanglar bo'ldi, qanday shaklda bezsanglar. Men degan shu xil usulda bezashni muvofiq ko'rdim. Shuningdek o'zinglarning yaxshi ko'rgan usuli bo'yicha bezashga tirishsanglar mayli. Hemen boyama tarxamakni qo'yib oldim. Buning ustiga endi boya biz qaynoq suvda pishirib olgan karabsha, ya'ni chinsaya. Buni o'zinglarning yaxshi ko'rishiga asosan mustaq chechirasanglar bo'ldi. Endi yer yanqi mig'izi. Endi eng muhim bosqichga keldik. Endi eng muhim bosqichda shu sovuq ashniki sharbetini tayyorlash bosqichiga keldik. Buningda tetim suv ham tomoq qo'shqida 3 qo'shib kelamiki. Depmidan 3 qo'shib kerak. Tomoq qo'shqida 3 qo'shib kerak tetim suv. Mushuni 2 kerak ochiq suv quyamiz. Bunun eng muhim shu ta'min tanshaydigan şerbetimiz şu bo'ldi, endi laza. Ma'ul qizilmish qiyamini men degan azroq salaman, chunki u nemiga sog'an qo'rimimizga sog'inimiz sen ochiqroq laza ekan, mana. Endi buni shuni ustiga tekshi quyib chiqamiz. Behmizlik shunchalik yeyishlik bir osh bo'ldi bu. Aylanlar cho'qqim bir sinab yiqqanlar, xonim qizlar. Xonim qizlar, mana bugungi sovuq ishimiz eng oxirgi bosqichini bitib tayyor bo'ldi. Shunchalik ko'rkam, balkim og'zinglar seriq suv yig'ilib ketgandir. Bekmi chiroyli, rangim chiroyli osh bo'ldi. Buni ta'mi shunchalik o'zgacha. Shuningdek oilanglarda cho'qqim bir sinab yiqishinglarni umid qilaman. Tushunmagan o'rinlar bo'lsa, muzokara salonida so'rasanglar bo'ldi. Allohga omonat.